Hammaga assalomu alaykum. Bugundan boshlab JavaScriptda string metodlari bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Har kun bittadan string metodini ko'rib o'tamiz. Bugun birinchi darsimiz toUpperCase deb nomlangan string metodi. toUpperCase metodi o'zi nima? toUpperCase metodi stringdagi barcha harflarni katta harfga o'tkazadi. Ushbu metod stringning asl qiymatini o'zgartirmaydi, balki yangi string qaytaradi. Ya'ni buni qachon ishlatilishiga kelsak, foydalanuvchi kiritgan matnni formatlashga, ya'ni misol uchun turli xil harflar katta kichik harflar bilan kiritadigan bo'lsa, bir xil qilib hammasini kattaga o'girib olishimiz mumkin. Qidiruv yoki taqqoslashda katta kichik harf muammosini oldini olish uchun, misol uchun e-commerce saytlarda qidiruv tizimiga bironta so'zni katta harf bilan yozsangiz, agar produktni o'ziga kichik harf bilan yozilgan bo'lsa, chiqmay qolishi mumkin, lekin bu muammoni toUpperCase yoki shuni teskarisiga toLowercase'lar bilan hal qilish mumkin. toLowercase'ni keyingi darsda ko'ramiz. Bugun birinchi navbatda toUpperCase metodidan foydalanamiz. Men Vesco dasturini ochib olaman. JavaScript papkasi bor va uning ichiga strings.js degan faylni ochib olaman. Va bu yerda kodni copyright qilib bu yerga tashlayman. Va bizga oddiy o'zgaruvchi e'lon qilingan text deb nomlangan va uning ichiga salom dunyo degan matn bor. Ya'ni keyin biz yangi o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Upper text deb nomlangan va text o'zgaruvchisini chaqiramiz. Ya'ni text o'zgaruvchisi salom dunyo degan matnni saqlaydi va uni toUpperCase metodi yordamida chaqirib, ya'ni metodni chaqirish o'zgaruvchidan keyin nuqta qo'yish bilan bajariladi. toUpperCase metodidan chaqirib barcha harflarni kattaga o'tib ketganamiz va barcha harflar kattalashtirilgan matnni stringni olib UpperText metodini o'zgaruvchisiga yuklaymiz va konsolga UpperTextni chiqaryapmiz. Natija salom dunyo ko'rinishiga, ya'ni ushbu holatda chiqishi kerak. Ya'ni men terminalni ochib olaman. Biz JavaScript papkamizga turibmiz, ya'ni shu papkani o'ziga buni ishga tushirish uchun node strings.js deb belgilayman. Ya'ni salom dunyo matni chiqyapti ana. Ya'ni bu yerda kichik harflar bilan edi, bu yerda katta harf bilan. Agar bironta harfni kattalashtiradigan bo'lsak ham, misol uchun ya'ni bu yerda ikkita harf katta, qolganlari kichik. Yana bir marta ishga tushiraman. Baribir ham natija o'zgarmaydi. Xuddi o'shanday. Ya'ni bu yerda katta kichik istalgan farqi yo'q. toUpperCase metodi barcha harflarni katta harfga o'tkazadi. Agar biz bu yerga UpperTextni emas, textni o'zini chiqaradigan bo'lsak, salom dunyo. Ya'ni bu yerdagi buzilgan formatda chiqyapti, ya'ni L katta harf bilan, D katta harf bilan. UpperCase metodi yangi string, ya'ni asl nima o'zgaruvchiga tegmaydi, faqat UpperText o'zgaruvchiga yangi qilib yuklab qo'ydik, yangi string yuklab qo'ydik. Shu bilan birinchi darsimiz tamom. Hammaga rahmat.